Assalomu alaykum do'stlar, qadrli futbol ishqibozlari, YouTube kanalim obunachilari. Salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Yana videolar qilyapmiz. Sababi o'tgan haftada O'zbekiston Superligasi 10-tur o'yinlari bo'lib o'tdi va bu turda bir qator qiziqarli o'yinlar guvohiga aylandik. Katta o'yinlar bo'lib o'tdi va turnir jadvaliga yaxshigina o'zgartirishlar kiritildi. Shuningdek, Andijonda Maksim Shatskix o'z debyutini amalga oshirdi. Afsuski, biroz muvaffaqiyatsiz chiqdi. Mana shu mavzularni to'pladik va bugungi videoda mazkur o'yinlarga to'xtalamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Keling do'stlar, dastavval turda qayd etilgan natijalarga to'xtalsak, juma oqshomida Surxon hamda Sug'diyona bahs ochib berdi va unda Surxon 2-1 hisobida Sug'diyonani mag'lub etdi. Jizzaxliklar biroz bu mavsum o'zlariga o'xshamayapti. Buxoro Dinamo bahsida Buxoro Dinamodan ochko olib qo'ydi. 2-2 hisobida durang qayd etildi. Qo'qon uyida Nasafga imkoniyatni boy berdi. Nasaf ishonchli tarzda g'alaba qozondi. Sho'rtan Andijon ustidan g'alaba qozondi va Maksim Shatskixning debyuti biroz muvaffaqiyatsiz chiqdi. Bunyodkor uyida Navbahorga 2-3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Xorazm Mashalni taslim etdi 3-0 hisobida. Qizilqum esa uyida Paxtakorga 0-3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Bugun turni yakunlab beradigan bahsda Olmaliq uyda Neftchini qabul qiladi. Katta o'yin bo'lib o'tadi va turnir jadvalida juda ko'plab o'zgarishlar bo'ldi. Misol uchun Nasaf yuqorida birinchi o'rinda qoldi, 22 ochkosi bor, lekin Olmaliq bugun o'z o'yinini o'tkazadi, ochkolari bir xil 22 dan. Dinamo 3likda qoldi durangi bilan, lekin Dinamodan bitta kam o'yini bor, 19 ochko. Navbahor 4-o'ringa kirib oldi, Bunyodkor bilan o'zaro o'yindagi g'alabasidan so'ng o'tib ketdi. Navbahorda 17, Bunyodkorda 16. Paxtakor juda qiziq, 6-o'rinni egallab turibdi, 15 ochkosi bor. Neftchida ham xuddi shunday natija, 15 ochkosi bor, lekin boya aytganimdek, bugun Olmaliqqa qarshi bahs kutib turibdi. Keyingi o'rinlarda Surxonda 13, Qo'qonda 12, Xorazmda 11, Qizilqumda 11, Mashalda 11, Andijonda 9, Sug'diyonada 8, Buxoroda 7 va Sho'rtanda 5. Pastki pog'onalarda Sug'diyonani borayotganligi, shuningdek Andijon biroz g'alati bo'lyapti. Bu jamoalarda inqirozli mavsum davom etyapti. Ayniqsa Andijonda Shatskixning debyuti afsuski kutilganidek bo'lmadi. Va keling do'stlar, dastlab turdagi katta o'yindan boshlasak, unda Bunyodkor uyida Navbahorni qabul qildi va 2-3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchrashuv ancha qiziqarli bo'ldi. Dastlabki daqiqalarda Navbahor futbolchisi Azim Ahmedovning himoyada yo'l qo'ygan xatosining evaziga hakam penalti belgiladi va u yerda Azim Ahmedov raqib futbolchisiga nisbatan qo'pol o'ynaganligi aniq edi. Va u penaltini Ashorita aniq amalga oshirdi va maydon egalari hisobda oldinga chiqib olgan edi. Keyin Navbahor qo'shdi, hujumdagi ijrochilar shuni hisobiga juda ko'p vaziyatlar yaratildi. Zabihullo O'rinboyev va Jiyanov zarbalar yo'lladi. 20-daqiqada esa raqib futbolchisi Bunyodkor himoyachisi o'z jarima maydonchasi ichida qo'li bilan o'ynab yubordi. VARda takror ko'rildi va hakam bu safar Navbahor foydasiga penalti belgiladi. 20-daqiqada penaltini Zabihullo O'rinboyev noaniq amalga oshirdi va keyin hakamga VARdan taklif tushdi, vaziyatni ko'rib chiqdi va hakam penaltini qayta ijro etishini aytib o'tdi. Chunki Bunyodkor darvozaboni zarba yo'llanayotgan paytda chiziqdan tashqariga chiqib ketganligi ma'lum bo'ldi va penalti takrorini bu safar Jiyanov aniq amalga oshirdi va hisobni tenglashtirdi. Taym oxirlarida Bunyodkor futbolchisi Kachori hisobni 2-1 ga yetkazgan edi. Biroq uning vaziyati VARda yana takror ko'rildi va ushbu epizodda Azim Ahmedovga nisbatan Bunyodkor hujumchisi Ashorita qo'pol o'ynaganligi sabab gol hisobga olinmadi. Shunday qilib birinchi taym 1-1 hisobida o'z yakuniga yetdi. To'g'risi ikkinchi bo'limni to'liq kuzatmadim va yakunda Navbahor g'alaba qozonganligini eshitib biroz hayron qoldim. Chunki birinchi taymdagi taassurotlardan kelib chiqib yuta olmasa kerak deb o'ylagan edim. Sababi Navbahor himoyasida juda qo'pol xatolar yo'l qo'yilgan edi. O'zi umuman bu mavsumda Navbahor himoyasi biroz maqtalmayapti. Endi to'g'ri, hujum chizig'ini tan olib aytish kerak. Hujumdagi uchlik top 4dan 5dan jamoa ro'yxatiga kiradi. Lekin himoyada legionerlarni qo'shilib keta olmaganimi, Azim Ahmedovning ozgina ulg'ayganligi, misol bu o'yinda penaltiga sabab bo'lyapti, bir o'yinda penalti ijro eta olmayapti. Juda ko'plab xatolar sabab Navbahor himoyasi u qadar yaxshi emas edi. Shu himoya bilan Bunyodkorni yengganligi biroz g'alati bo'ldi.
Nima bo'lganda ham Navbahor o'z g'alabasini qo'lga kirityapti va turnir jadvalida yuqoriladi. Bunyodkor esa keyingi o'yinlardan umid qiladi. O'yindan keyin Ilyos Ziyadullayev intervyu berdi. "Men shogirdlarimdan faxrlanaman" dedi va o'yindagi hakamlikka ozgina e'tiroz bildirdi. Garchi dastlab Navbahor zarariga qaytanga Bunyodkor foydasiga ishlayotgan bo'lsa ham, hakamlar o'sha ikkinchi golni urgandagi vaziyatiga ozgina e'tiroz bildirdi. Xullas, turdagi bitta katta bahsda Navbahor Bunyodkorni mag'lub etdi va turnir jadvalida yuqoriladi. Navbahor muxlislarini g'alaba bilan tabriklab qolamiz. Endi do'stlar, Andijondagi holat haqida to'xtalsak, Maksim Shatskixning debyuti afsuski o'xshamadi, chunki Sho'rtan yaxshigina surpriz tayyorlab qo'yganligi ma'lum bo'ldi. Uchrashuvda Doniyor Narzullayevning 33-daqiqada kiritgan goli yagonaligini saqlab qoldi va Sho'rtan nafaqat turdagi, mavsumdagi dastlabki g'alabasini qo'lga kiritdi. Andijonda inqirozlar davom etyapti. Shatskixning kelishi bilan ham yechim topilmadi. Bilmadim, Andijonda bu muvaffaqiyatsizliklarga sabab o'yinlarga yondashuvda deb o'ylayman. Bu o'sha kubik bahsida Lochin bilan o'yindan boshlandi. Talabalar jamoasiga yutqazib qo'ydi. Keyin mana Sho'rtan bilan ham shu narsa guvohiga aylanyapti. Sho'rtan outsiderlar pog'onasida borayotgan jamoa edi. Bo'lmasam Andijon yomon boshlamadi mavsumni. Paxtakor ustidan qozonilgan g'alaba, derbilardagi duranglar va g'alabalar, Neftchi bilan o'yinda ayniqsa, shuningdek Nasaf bilan bir o'ynadi chempion bilan. Go'yoki hammasi zo'r ketayotgan edi, lekin birgina o'sha Dinamo bilan o'yindagi mag'lubiyatdan keyin hammasi boshlandi. Ehtimol shu sabab deb o'ylayapman va uni orasida Xamikov iste'fosi e'lon qilindi. Endi Shatskix baribir yaxshi murabbiy, sifatli murabbiy, unga ozgina vaqt kerak. Yaxshi ham Superligamizda yozgi transferlar bor, ya'ni oraliq ana shunga to'g'ri keladi. Yana 1-2 ta xaridlar bilan balkim tarkibni to'g'rilab olish mumkin. Tarkib bunda olib qarasa u qadar yomon ham emas. Jamoani xalqaro maydoni kutib turibdi va xalqaro maydonda ishonchli o'ynashi talab qilinadi. Va muxlislarga achinayapman, shunchalik darajada qo'llab-quvvatlashyaptiki, bularni qo'llab-quvvatlashiga yarasha Andijon yana natija qayd etishi kerak edi. Endi esa amaldagi chempion va peshqadam o'yiniga to'xtalsak, Nasaf bu turda safarda Qo'qon 1912 ni taslim etdi. 0-2 hisobida Cholovich hamda Norchayevning gollari Qarshi jamoasiga g'alaba taqdim etdi va Nasaf turnir jadvalida birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. Boya aytganimizdek, Olmaliq bugun o'z o'yinini o'tkazadi va agarda g'alaba qozonsa, o'rnini qaytarib oladi. Aksincha yutqazadigan bo'lsa, Nasaf 10-turdan so'ng o'z o'rniga qaytib oladi, ya'ni birinchi o'rinda qoladi. Nasaf bu mavsumda Osiyo Chempionlar Ligasi elit turnirida qatnashadi. Shunga yarasha tarkib kuchaytirilgan. Superligada birinchi o'rinda boryapti va Qarshi jamoasi ishonchli ketyapti. Va nihoyat do'stlar, Paxtakor o'yini haqida qisqacha to'xtalsak, Sherlar bu turda Qizilqum uyiga safar uyushtirdi. Aniqrog'i Qarshida bo'lib o'tdi o'yin va ishonchli tarzda 0-3 hisobida g'alaba qozondi. Paxtakordagi ijrochilar katta sahnaga chiqdi. Xususan Igor Sergeyev penaltidan gol kiritdi. Zabihullo O'rinboyev mavsumni ajoyib o'tkazayotgan yigit ikkinchi golga mualliflik qildi va o'yin oxirlarida Doston Hamdamov o'zining darajasini namoyish etib berdi. Menga ko'proq Muhammad Alining o'yinini yoqyapti. Muhammad Ali yana Yevropaga qaytadi shekilli. Yaqinda intervyusida aytib o'tdim, men Yevropaga qaytishni xohlayman va shunga yarasha harakat qilaman dedi. Igor Sergeyev ham yaxshi ma'noda o'ziga o'xshamayapti, ya'ni ketma-ket o'yinlarda gollarga mualliflik qilyapti. Kubik bo'ladimi, Superligami, gollar shodasini namoyish etyapti. Ya'ni u mana bu jahon chempionati saralash yo'lida uni qaytib qolganligi ham yaxshi bo'lyapti. Eldor Shomurodovga ehtimoliy yordam beradi. Mana shunday qilib Paxtakor ham bu turda g'alaba qozondi va kuchli 6-likka qaytdi. Sherlarni va muxlislarini ushbu g'alaba bilan tabriklab qolamiz. Do'stlar, bugungi videomiz mana shu nuqtada o'z yakuniga yetib boryapti. Bugungi videoda Superliga 10-tur o'yinlar haqida to'xtalishga harakat qildik. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolar